Afrikaning shimoliy yurtlarida bir odatlar bo'lgan. Haqqul milh deydi, tuz haqqi deydi. Tuz haqqi nima degani desa, tuz haqqi ayoli bir oy ro'zada eriga narsa tayinlaydi, iftorlik tayinlaydi, saharlik tayinlaydi. Biz tarovihdan boramiz, charchab qolib, zo'rg'a yeyishlikka yarim soat qolganda inqillab turamiz. Ayoli tayinlaydi. Bir oy tayinlaganda haligini nima qilar ekan? Oxirgi 10 kunligida bir parcha haligi tillani olib turib, ozgina tillani olib turib ayoliga sovg'a qilar ekan. Tuz haqqi der ekan. Shu bir oyda sen mana shu Ramazon oyida ona, ayolim shuncha tayyorgarlik ko'rdinglar. Chiroyli bir holatda o'tkazinglar. Ana shu sizlarning qilgan xizmatingizga yarasha mana shu mendan bir sizlarga sovg'a, hadiya deb berar ekan. Undan keyin ayollar ham, boshqasi ham Ramazon kelsa kutib turar ekan. Siz shu erimni chiroyli mana shu oyi o'tkazishligiga hissamni qo'shing der ekan. Mana odob. Bering mana shu kunlarda. Olib turib chiroyli bir narsani olib turib onasi yoki ona rahmat sizga. Alloh sizdan rozi bo'lsin ona. Mana shu sizga Ramazon oyida bir oy bizga iftorlik tayyorlab berganingiz uchun mana shu mendan sizga arzimagan sovg'a, hadiya shu sizga. Alloh sizdan rozi bo'lsin, rahmat. Siz qanaqa ko'ngli ko'tariladi? Boshqa kunlarni keragi yo'q keyin bizga kutib o'tirishlikka. Mana shu kunni kutadi keyin ayollar. Farzandimga deydi yoki jufti halolimga chiroyli bir xizmat qilsam, ana shuni sovg'a ham olaman, ham savob olaman deydi.